Erkeklar uchun eng og'ir dard bu farzandsizlik. Shu farzandsizlikning ichida bo'lsa eng og'ir turi bu azospermiya deyiladi. Ya'ni ham meditsina tomonidan olib qaraganda, ham psixologik tomondan olib qaraganda va boshqa har tomonlama olib qaraganda eng og'ir turi, eng og'ir dard aynan azospermiya hisoblanadi. Azospermiya haqida ko'plab informatsiyalar aytganmiz. Azospermiya bu oddiy, sodda qilib tushuntirganda, erkak kishi jinsiy aloqa qila oladi. Jinsiy aloqada erkak kishidan suyuqlik chiqadi. Va aynan shu suyuqlik tarkibida na o'lik, na tirik, na harakatchan, na harakatsiz biror dona spermatozoidni, ya'ni urug'ni yo'qligi azospermiya deyiladi. Azospermiya haqida yana qanaqadir savollaringiz bo'lsa, bundan oldingi videomizda azospermiya haqida dokumentalniy film tayyorlaganmiz. Bu albatta sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Albatta o'tib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Azospermiya haqida biz odatda qanday yechim qila olamiz degan savolga ko'p videolarimizda javob berganmiz. Azospermiya kasalligi bilan qabulga kelgan bemorlarda o'tkaziladigan mikrotezi, tezi operatsiyalari va yana boshqa holatlar haqida to'liq video darsliklar desa ham bo'ladi ishlaganmiz, lekin hech qachon urug' chiqqandan keyingi holat haqida to'liq tushuncha bermagan ekanmiz. Shuning uchun ushbu videoda o'sha eng og'ir turi bo'lgan azospermiyada ham erkaklar uchun yechim qildik, operatsiyada qildik. Operatsiya vaqtida urug'lar topdik va erkaklarga eng zo'r gap bo'lgan: "Sen bolali bo'la olmaysan" degan gapni aytdik. Xo'sh, bundan bu yog'iga qanday narsalar amalga oshiriladi, ya'ni qanday jarayonlar bo'lib o'tadi, shu haqida qisqacha qilib video ishlashga qaror qildik. Aytganimizdek, azospermiyada bemor jinsiy aloqa qilganda suyuqlikda urug'lar bo'lmaydi va bunday holatda biz moyaklarni kesib, prямом смысле kesib, ichidan mikroskopda urug' izlaymiz. Shunda urug'lar chiqsa, bu urug'lar -196 gradus temperaturada maxsus idishlarda azotda muzlatiladi. Bu muzlash birdaniga bo'lib o'tmaydi, etap muzlash jarayoni amalga oshiriladi. Ya'ni bu muzlash jarayoni spermatozoidlar o'sha -196 gradusga muzlatilganda etap amalga oshiriladi. Maqsad spermatozoidlarni sog'lom holatda, biologik aktiv holatda muzlatish. Muzlatilgandan keyin maxsus idishlarda turadi. Bu idishlarda turgandan keyin bo'lsa asosiy jarayon boshlanadi. Ya'ni asosiy jarayon bunda ayolini eko protsedurasiga tayyorlash. Eko bu ko'proq oddiy qilib eko deb qo'yamiz. Aslida olganda bugungi kunda biz ICSI amaliyotini amalga oshiramiz. Bu qanday protsedura? Ayol kishida bitta hayz siklida bir dona yoki bir necha dona follikulalar yetilishi mumkin bo'ladi. Bu follikulalar, ya'ni bitta yoki ikkita follikula biz uchun juda ham kam eko protsedurasi uchun. Shuning uchun ayol kishiga juda ham kuchli gormonlar beriladi va natijada ayol kishida odatda 10 tadan 30 tagacha bo'lgan follikulalar yetiladi. Hosil bo'lgan follikulalar bo'lsa, ayol kishidan hech qayerni kesmasdan qin orqali, maxsus ignalar orqali so'rib olinadi. Bu jarayon punksiya deyiladi. Bu narkozda amalga oshiriladi. Punksiyada ajratib terib olingan follikulalar, masalan, 15 dona follikula bo'ldi. 15 dona follikulani mikroskop ostida tayyorlanadi va boyaga haligi -196 gradusga muzlatilgan spermatozoidlar muzdan eritiladi. Muzdan eritilgandan keyin aynan sifatli, maksimal darajada va harakatchan spermatozoidlar ajratib bitta terib olinadi. Har bitta follikula ichiga bittadan spermatozoid tiqib chiqiladi va tana harorati bilan teng bo'lgan o'sha 36,6, 36,7 gradus temperaturada maxsus inkubatorlarda saqlanadi. Va bu yerda aynan urug'lanish jarayoni amalga oshiriladi. 5 kun mobaynida doimiy ravishda kamera nazorati ostida urug'lanish jarayoni kuzatib boriladi. Bu ishlarni hammasini embriolog vrach qiladi. Urug'lanish jarayonidan keyin 5-kundan keyin shu 15 ta follikuladan, o'sha biz olgan 15 ta follikuladan nechtasi urug'landi, nechta embrion hosil bo'ldi va har bitta embrionning sifati haqida bizga to'liq ma'lumot kelib tushadi. O'rta hisobda 6 ta, kimdadir ko'proq, kimdadir ozroq embrion hosil bo'ladi. Bu har xil sifatli bo'lishi mumkin.
Bu hosil bo'lgan embrionlar ham yana -196 gradus temperaturada asta sekinlik bilan muzlatib boriladi. Muzlatib tayyor qilib qo'yilgandan keyin bo'lsa, keyingi davr. Endi ayol kishini ekoni aynan transfer, ya'ni ko'chirib o'tkazish jarayoniga tayyorlash. Bunday holatda ayol kishiga licheniyalar, ya'ni gormonlar beriladi. Bu gormonlar ta'sirida bachadon o'zidan oddiyroq qilib tushuntiraman, suyuqlik, shilimsiq modda ishlab chiqarishni boshlaydi. Bu modda bachadon tayyor bo'lganini, ya'ni bachadonga biz transfer qilib o'tkazishimiz mumkinligini, bachadon buni qabul qilishga tayyorligini biz baholaymiz. Qachonki ayol bachadoni o'sha transfer jarayoniga, ya'ni embrionni ko'chirib o'tkazishga tayyorligiga ishonch komil qilganimizdan keyin bu embrionlar ikkitasi, odatda ikkita yaxshi sifatli embrionlarni biz bachadonga ko'chirib o'tkazamiz. Bu amaliyotlar barchasi xususan bizning klinikamizda ginekolog vrachlar, ayol kishi tomonidan amalga oshiriladi. Chunki ko'plab bemorlarimizning asosiy talabi ham ularning ayollari bilan faqat ayol kishi ishlashini so'raydi. Bu holatga shaxsan men va meni komandamdagi erkaklar jamoasi aralashmaydi. Ayolingiz bilan faqatgina ayollar shug'ullanadi. Xo'p, bachadonga ko'chirib o'tkazilgan embrionlarni bir vaqtning o'zida bittasi yoki ikkitasi ushlab qolishi mumkin, ya'ni yopishib qolishi mumkin. Natijada sizda birinchi transfer jarayonida bitta, ikkita va hatto ba'zi holatlarda 3 ta homila kuzatilgan vaqtlar ham bo'lgan. Ya'ni birdaniga 3 ta farzandli bo'lish ehtimoli ham bo'ladi. Shunday savollar ko'p bo'ladi. Birinchida egizak qo'ysak bo'ladimi deyshadi. Bo'ladi, faqat biz aynan nechta homila ushlab qolishini biz oldindan aniq ayta olmaymiz. Faqatgina o'sha homilador bo'lib, homila rivojlangandan keyingina nechta homila rivojlanayotganini aytishimiz mumkin bo'ladi. Bu ekoning eng asosiy qismi bo'ladi. Bundan keyin odatda ayollardan so'raydigan narsamiz, birinchi trimestr, ya'ni birinchi 3 oylikda juda ham o'zlarini ehtiyot qilish kerak bo'ladi. Shuni ta'kidlab aytish kerakki, ekodan tug'ilgan bola bilan tabiiy tug'ilgan bolani hech qanday farqi bo'lmaydi. Bizi yurtimizda, bizi mentalitetimizda, bizi dunyo qarashimizda shunday narsa bor. Ekodan tug'ilgan bola nogiron bo'lib qoladi. Ekodan tug'ilgan bola ertadan keyin faqatgina eko orqali bola ko'radigan bo'lib qoladi. Ekodan tug'ilgan bola qandaydir nuqsonlar bilan tug'ilishi mumkin yoki tushib qolishi mumkin va hokazo degan har xil tushunchalar bor. Ma'lumot uchun aytaman, butun dunyo bo'yicha birinchi marta 1978-yilda Amerika Qo'shma Shtatlarida eko orqali qiz bola dunyoga kelgan. Oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin uning singlisi dunyoga kelgan. Va singlisi o'zi tabiiy holatda ikkita farzandli bo'lgan. Birinchi marta dunyoga kelgan ekodan dunyoga kelgan ayol bo'lsa, o'zi bitta farzandni dunyoga keltirgan tabiiy holatda. Bundan kelib chiqadiki, 1978-yildan beri butun dunyo bo'yicha bir necha milliondan ortiq farzandlar eko orqali dunyoga kelgan va dunyoga kelgan insonlarni o'zini farzandlari ham bir necha milliondan ortiq. Shaxsan o'zimni bemorlarim, ya'ni o'zimga turli xil holatlarda aynan eko uchun kelgan bemorlar bor yoki bo'lmasa shu azospermiya urug'i 0 bo'lgan bemorlar kelganlar bor. Bularning o'zini ichida ham farzandli bo'lingan, ya'ni tug'ilgan farzandlar eko orqali pashti 100 tadan oshib qoldi shekilli. Oxirgi shu 3 yillik ish vaqtim davomida. Nima demoqchiman? Ekodan qo'rquv o'zi bizning mentalitetda bilmadim, har doim yangi narsa, bir shubhali, yangi narsa, bir hali qo'rqinchli, yangi narsa odamlar uchun bir falokatli bo'lib tuyuladi. Aynan eko haqida aytmoqchiman. Eko haqida butun dunyo ekoga o'tib bo'lganiga ancha yillar bo'lgan. Va hattoki ba'zi bir oilalarda birinchi, ikkinchi farzandlar nogiron tug'iladigan bo'lsa, bu oilalarga ham eko tavsiya qilinadi. Ya'ni sog'lom farzand bo'lish uchun ham eko tavsiya qilinadi. O'g'il yoki qiz tanlash, jinsini tanlash uchun ham eko tavsiya qilinadi. Demoqchiligim, ekodan qo'rqib yoki ekodan xavfsirab yoki ekoga bo'lgan ma'lumotlarning noto'g'riligini deb hayotini
haliyam farzandsizlik bilan cho'zib yurgan bemorlar, balki shunchaki o'tirib o'ylab ko'rish vaqti kelgandir. Agar sizda ham farzandsizlik muammosi bo'lsa, agar sizda azospermiya urug' foizlari 0 bo'lsa, agar qaysidir doktorlar sizni analizlaringizga, moyak hajmiga yoki bo'lmasa sizni boshingizdan o'tkazgan o'sha kasallik tarixingizga qarab turib, sen farzandli bo'lmaysan degan bo'lsa, hali oxirgi nuqtani qo'yishga erta. Bizga murojaat qiling, albatta sizga yordam beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.